Lekin yana bitta narsa aytib qo'yay, bozordan narsani tanlab olishlik ham harom. Tanlab olaman, 100 so'm, ha bo'pti, yaxshini tanlab olaman. G'ir harom to'g'ri, tuxurlik mana shu. Ochiq hidoyat aytib qo'ygan. Chunki dehqonda odati shu, yaxshini yomonga qo'shib sotadi deydi so'z hidoyat. Yaxshini yomonga qo'shib sotadi. O'sha yomonini ham yaxshisi borligini hurmatdan olishadi. Agar sen hammasini yaxshini sotib olib ketasang, u yomonni kim oladi unikini? Ha. Yo'q, bozorda masalan kartoshka olayotgan bo'lsa, 300 so'mdan beravering, chiroyligini tortib beraman. Bo'lmaydi. O'sha o'zini narxini olaversin, ish tanlab olmasan hammasini bosh turgancha olaversin. Bir savdogar bir yashil mevani sotib oldi. Shuni 200 ga sotib oldi misol. Uni 3 ga bo'lib turib 500 so'mga qilib qo'ydi, 400 200 qilib qo'ydi. Bunday qilaveradi. Aralashtirib qo'yib qo'ygan narsani unaqa qila olmaydi. Endi faradan bunday bo'lishi mumkin. Narxini aytmaydi. Yaxshisini tanlab olgandan keyin endi unga narx ayting desa boshqa narsa. Tanlab oladi. Ish bo'lib 100 so'm, bu 100 so'mga olaman, tanlab olaman desa, u yerda aytyapti tepadan. Bayda ustiga shart qilmaydi hech narsani. Turganda olish kerak. Qo'shib bersa bo'laveradi. Ha? Qo'shib bersa. Qo'shib bersa bo'laveradi.